Assalomu alaykum qadrdonlar. Saratov, Shangal, Hotel Shangal. Bu yerda choy ichib, keyin Tambovga qarab yurib ketaman. Kichkina o'zeracha bor ekan bu yerda. Shangaldan chiqib turib, Saratovdan chiqib endi Tambovga qarab kelyapman. Citroen, Renault, Volvo servislar shu joyda. Gazpromda salarga 12 rubl 99 mi shunda? Ajoyib ha. Salarkalar defizit. Yo'q, har bor joyda ham 100 rubl, 120 rublgacha. Kami 75-80 atrofida, kamida. Bo'lmasa 100-120 rubl salarkalar. Tambovga tushib yurganda fetlarda remont qilyapti. Hali bitmabdi. Lekin oldin yurgan paytimiz o'tgan yil. Bir yil oldin yo'llar yomon edi, yaxshilab tashlangan. Xohlasa asfalt hamma joy. Bug'doylar pishibdi, o'rishga tayyor. Ulgurmaydi-da bu Rossiya bug'doyni o'rib. Uspet qilmaydi. Semichkani o'rib, bug'doyni o'rib, semichka-ku hali mayda. Bug'doyni o'rib ulgurmaydi. Semichka bilan shu keng dalalarda. Tambovga qarab yurganda parkovka bor ekan, kichkintoygina. Atistoyga to'xtadim endi. Lekin juda chiroyli manzara ekan. 45 minutlik atistoy. Keyin yana yo'lda davom etaman. O'rmon yoqalab dedi-yu. O'rmon ichidan. Lekin juda chiroyli manzara. Manzaralarga gap so'z yo'q. Yo'llar tekis ravon. Salgina shamol esib turibdi. Kirsanovga qarab yetib kelib qoldim. Kirsanovga 19 kilometr qolganda через Tamala bilan yurish chiqib qo'yibdi. Endi Tamalani ichiga qarab kirib oldim endi. Posyolkachalarning ichida ketaman. Yaxshi, lekin ama ukazatel bilan yuriladi. Bu yerda hozir GPS'lar tuzib tashlagan. Kurzovay ukazatellar to'g'riga. Bu yoqqa 8 tonna zaprishyonik. Domlarning ichidan juda ajoyib yo'llar. Hayron qoladigan. Ajoyib joylardan ketamiz ekanda. Kirsanovga bormasdan o'ngga Tamala bilan yurib ketdi-da. 25 tonna zaprishyon qo'yib qo'yibdi. Kirsam mahallaning ichida bu tarafida yo'l yo'q. Где-то 3 kilometr, 4 kilometr kirdim. Yana obratga qaytib turib, dayolchi mana Kirsanovga qarab ketyapman. 25 tonna bo'lsa nima? 25 tonna mos ko'targan, 35 tonna ko'tarolmay qolibdim. Zaprishonga qarab kirib ketdim. Shu yerda bitta mos remont bo'lyapti ro'da qishda. Yana o'shanaqa qilib kelish ham ketish ham bor mana. Oldimda ham ketyapti bitta fura, mana bu yoqda bochka ham kelyapti. Men даже 70 kilometr orqaga qaytib, где-то bir 100 kilometr aylanib yana shu joyga kelishim kerak. Qaytmadim. Zaprishondan tikka bosib kelyapti. Hozir bitta buxorolik brat ketyapti oldimda. Shu bilan orqasidan qarab ketyapman, men oldimda ekanman.
Allohga tavakkal. Boraveraylikchi. Mo'sti bir tarafi ochiqdir, kelish bor-ku. Kirsanov shakar zavodida oldilarida. Mana shu joylarda bitta mo'st bor edi. Shu remont bo'lyapti qishda. Mana Kirsanov yozib turibdi. Ishdan o'ngga ketsa shakar zavodi ichiga kirib ketadi. Biz chapga qarab ketamiz. Tambovda o'ziga qarab shaharning ichiga. Kirsanov posyolkasida shuni orasidan chiqib Tambovga qarab ketaman-da. Kirsanov. Tambovskaya oblast, Kirsanov. Bu yerda navigator ishlamaydi. Ko'zatil bilan. Endi Tambov chapga. To'g'ri, ko'zoy chapda shu. Chapga qarab ketaman. Ko'zatil qo'yib tashlaganda shunaqangi. Shuna qilib ketmasa, hozirgi paytda bu yerlarda vobshe navigatorlar ishlamaydi. Birinchi kelgan odam adashadi. 100% adashadi. Ko'zatilga qaramaydi chunki kamdan kam. Men oldin yurganman, shuna hisobiga ko'p ham adashilmaydi. Kechki payt bo'lsa ko'rmay qolishi mumkin-da. Qishloqda ichidan qilib qo'ygan-da yo'lni Gruzovoyga. Aytaki shaharchasi bor, hokimiyatmi nimadir. O'shani oldidan Gruzovoyda zaprashon qilib qo'ygan. O'zi hech qancha emas. Shu ikkita svetofor. Shu ikkita svetoforni ham aylanib o'tamiz-da. Aynan qoladi. Lekin ona chiroyli bo'lib ketibdi. Hovlilarning oldi tarafida. Babulya xolalar ekishib tashlabdi gullarni cho'tki qilib, chiroyli qilib. Mana cho'tki qilib tashlabdi. Har bir xonadonda bor ekan gul bor. O'ta chiroyli. O'zbekistonda havosi bilan, iqlimi bilan bir xilda bu yer. Krasnodar, Tambov, Voronezh, Kurskka emirganlarda endi. Endi Moskvalar ham Moskvadagi ko'proq yog'ingarchilik. Mana shu joylarda ko'p mevalar ham bo'ladi. Qarasa yoki da o'zi o'sib Tambovga yetmasdan shu joyda parkovka bor. Bu yerda hozir suvga boraman. Bu yerda o'zi ichimlik suv bor. Antiqa qilishib qo'ygan bu joyda suv olish joylari. Bu yerda ko'p o'zbeklar. Toshkentlik bratlar. Toshkentlik. Belki Xorazmdan, Toshkent, Qozog'iston, Toshkent. Atstoy bo'lib qoldi, 4,5 soat bo'lib. 4,5 soat yurdim, endi atstoy. Endi dam.
atstoy qilib keyin sekin harakatdamiz. To'ychoq. Parkovkani o'zida mana shu yerda joy bor. Kelganda o'tashin ham joy. Suvi lekin pitavoy ichishlik uchun. Hamma shu yerdan oladi. Ajoyib, hamma ichishlik uchun shu yerdan suv oladi. Biz esa yuz qo'l yuvgan olamiz endi. Skameykalarda qilib qo'ygan bu joyga. Peshoxot kirishlarda qilib chiroyli qilib suv tushadigan joy. Parkovka ham juda yaxshi. Bemalol dam olsa ham bo'ladi. Ruslar bunaqa ovqatlanish uchun sharoitlarni ham qilib qo'ygan ruslar uchun. Ular ovqatlanadi, biz esa dam olib atstoy tugatib yuramiz. Havo ham juda shikarniy. Akmal degan bola bo'lardi ko'rpaytlar. Ashi ham chetda ekan. Hozir mana kirib kelyapti. Bu Oryolga qarab ketyapti ekan. Telefon qilib qoldi, shu yerda turibman desam, hozir boryapman, yetib keldi. Endi birga ketamiz endi Tambovda chiqishigacha. Atstoy ham tugadi. Sekin astalik bilan ketdik. Akbalam uchib ketyaptimi deyman. Chiqqanimcha ketib qoldi. Tambovga ozgina qolgan, endi Tambovdan chiqib u Oryolga ketadi. Men esa Mexnevaga Rastomushiga qarab ketaman. Tambovda ham qatnov qismi to'liq bo'lib ketdi. Mashinalar serob yurayotgan. Tambovda qatnovdan endi Moskva yo'nalishiga tushib ketaman endi. Sekin astalik bilan. Moskva 470 kilometr qoldi. Bu yerdan 10 ga Moskvaga ham qatnay. To'g'ri Tambov shaharning ichiga kirib ketadi. Vashi o'rmonning ichi chiroyli-da. Lipetskiy 150, Moskva 490. 470 keldi, 490 keldi. Kuzatuvda ham xatoligi. Lipetskiga 150 bor ekan. Lipetskiy. Pichuringa 50. Pichurin qilib o'tib ketadi. Qarang. Akmalboy Lipetskiyga ekan. Hozir menga ham 400 qancha ham qoldi-da. U nimada ko'rganda 400 qancha ham ko'rsatyapti. Bir qilib yuramiz. Sen Oryolga ketasan-da, men hozir Lipetskiy debman. Через Lipetskiy o'tib ketasan, hayolam chalg'ib ketibdi-ya. Qara, mana prirodani chiroyliligini. Oryolga avdan keladi, Moskvadan kelib Kurskiga qarab yuramiz. Oryolga kirishi Abxaznoy yurganligi, o'sha Abxaznoyda 10 qo'l tomonda magnit bor ekan, yo'li bo'yda ekan. E'tibor bermagan ekanmiz, Kurskiga borib yurganmiz. O'sha yerga boraman ekan. Moskva Lipetskiy Oryol. Shu tarafga qarab tushib ketamiz. Lipetskiy Oryol deyapti. Probka do'yimigacha tekcha remont borda. Shu yo'lda chicha probka bor ekan, remont bo'lyapti ekan. Mashinalar probkada turishibdi.
bo'pti, yaxshi yetib olgan. Aloqagamiz. Men tomonga ketasan ekan, sen most ustiga, men to'g'riga. Bo'ldi, Ahmadjon, sog' bo'l, aloqalashamiz. Bo'ldi, aloqa topib turamiz, yaxshi yetib ol. Sog' bo'l. Mixaylovka. Kashira. Postga qarab ketish. Mixaylovkadan Kashiraga. Juda chiroyli bo'lib ketibdi. Daladagi o'tlar. Bu yo'llar juda tramplin edi. Hozirgi paytda mana yangi qurilib, yaxshi remontlar bo'lyapti. Ko'p joy bo'lib bitib, ko'p joylar qilinyapti remont. Tekis kelyapti-ku. Juda chatog'ida betlar. Daqir-duqur, shaqir-shuqur qilib ketar. Hozir esa unchalik emas, mana tekis. Moskovskaya oblast. Endi bu yog'i Moskovskiy oblastda endi. Sekin astalik bilan Mixnevaga kirib borsam, Moskovskiy oblastdan. Mastamoshaga kiramizda Mixnevskiy rayoniga. Yomg'ir ham juda yog'yapti astedil bo'lib. Mixneva Rastamoshaga yetib keldim. Endi Rastamoshga, xudo xolasa Rastamoshga laqib olsak, keyin bozorga-da. Inshaalloh. Xohlasa mana Rastamoshga ham bo'ldi. Endi sekin astalik bilan chiqyapmiz bozorga qarab inshaalloh. Rastamoshkalari bitib, endi mana Mixnevadan sekin astalik bilan Food City tarafga qarab, Food Cityga qarab chiqib boraman, endi boraman. Xohlasa bozorga qo'yib beraman inshaalloh. Har doimgidek M4 через Mikat orqali kirib ketaman. Через Mikat. Yomg'ir ham dalab yog'yapti. M4dan endi keyin tushib boryapman M4ga. To'g'ri zaprishonida o'ngga aylanib tushyapman. Endi M4 bilan Dakanga borib Mkatga qo'shilib через Mkat ketaman endi. Через Mkat xohlasa. Sekin astalik bilan inshaalloh. Keyin bozorga kirib olsam, asta-sekinlik bilan M4 yo'lidan mana Mkatga qarab qo'shilyapman endi. Qo'shilib kirib ketaman. Bu yog'iga borib Troysk, Kalujinsk shassi tarafga qarab tushib turib, o'sha yerdan Food City bozoriga qarab kirib ketaman. Xudo xolasa. Bu Mkat yo'li. 6 palasali Mkat yo'li. Hozircha yaxshi, provka yo'q, boshqa yo'q. Xudo xolasa. Yaxshi, bu men tarafda provka yo'q ekan, u tarafda anchagina provka bor. Cityga qarab boryapman. Citydan chiqib bu yoqqa qarab kelganda provka anchagina bor. Bu tarafda yo'q provka. Yaxshi. Bez provka kirib olaman ekan.
tarafga qarab kirib ketardim, kommunarkaga qarab. Endi hozir vaqti bemahal adashib qolardi, ham ketib yurgan. 130 yo'lga yurishimiz kerakda biz Troyskiy shossega. Hozir endi xudo xolasa bir deganda kiraveramiz. Mana 130 Roslavl Troyskiy shossi. Troyskiy yosh tunnelda ichiga kirib ketamiz endi. Xudo xolasa. Tunnelda ichidan chiqsak, u yog'i Food City. Chiqancha yuramiz. Bu chap tarafda u Mega bor. Mega magazin. Ashar Enter. Bilmaganlarga. Ashar Enter. Zapravkalar bizni metan zapravkaga o'xshab o'chirit. Salarga benzinlar tanqis. Benzinlar. Ularda. Benzin salarkalar tanqis. Lekin o'shanga yarasha mashina ko'p yuribdi. To'xtalish yo'q, bu mashina kamayib qolgan yo'q. Bozorga ham yetib keldim endi. Mana shu o'ng tarafimiz bozor. Admirala Karnavila. Joy bozor bo'ladi mana. Oldi taraf oldin shu yerdan bo'lardi. Hozir bekitib, tagini ochib qo'ygan, Food Cityga. O'ngga. Bu yerdan sekin kiriladi. Chiqish lekin bu yoqdan yo'q. Chiqish yo'q. Chiqish orqa tarafdan. Kirishga bor bu yoqdan. Orqa tarafidan ham kirish bor, ham chiqish bor. Bu yoqdan lekin to'lga kirish bor, chiqish yo'q Gurzoviga. Bozorning old tarafi. Eshikdan kirdim. Bunaqa talonchilar olinadi, kartalar 8 minut ketdi. Оформление qildim. Endi sekin astalik bilan bozorga, mestaga. Mana, xudo xolasa. Sarazi mestaga qo'yiladi. Inshaalloh. Mestalar yozilgan. Yo'q, Tarvuzqon bozori. Qozog'istonda, Ozarbayjonda Tarvuzqon sezoni yo'q. Food Cityga ham yetib keldim. Ikkinchi krostovka qo'ydim. Xohlasa